Hujjatingizni taqdim qiling. Bo'ldi, men hujjatimni taqdim etaman, keyin qolgan. Kameraga o'pishmang. Kameraga o'pishmang. Kim terpiylar? Kim terpiylar? Isbotlab berasiz. Isbotlab berasiz. Har bitta gapingiz uchun isbotlab berasiz. Aka, muomalangizni o'rlang. Videoni shu joyda to'xtatib, bu gapga izoh berib o'tib ketmasak bo'lmaydi. Terpila so'zi ishlatilyapti nima sababdan? Syomka qilgani yoqmaganidan fuqaro syomka qilyapti. O'zi uchun, xavfsizligi uchun syomka qilyapti. O'zini xavfsizligi uchun ertaga isbotlab beraman deb syomka qiladigan bo'lsa, terpila bo'ladi. Ichki ishlar organi to'g'risidagi qonunning 9-moddasi ochiqlik va shaffoflik prinsipi syomka qilishga haqqi bor fuqaroning. Undan tashqari O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasining 33-moddasi syomka qilishga haqqi bor fuqaroning o'zi uchun, xavfsizligi uchun. Sizlar o'z ish faoliyatinglarni qonuniy olib boryapsizlarmi? Nimaga fuqaroga yopishyapsizlar? Nimaga uni kaltaklayapsizlar? Sizlarga savol. Ochiqlik siyosati hozirgi kunda prezidentimizning tashabbuslari bilan bo'lyapti. Hamma ochiq ishlasin. Ichki ishlar organlari ham, qolgan tashkilotlar ham, organlar ham ochiq va shaffof ishlashi kerak deb prezidentimiz ta'kidlayapti. Demak, sizlarni bu gapinglar bilan men o'zim fikrlashim bo'yicha sizlar prezidentga ham qarshi chiqyapsizlar. Terpiylar borib urib. Yozing. Nima yozsangiz yozing. Mana uzoqroq turinglar, faqat maslahat harakatlarida qo'yib qo'yman. Yo'q, qo'yib qo'ymanda. Urganlar uchun aytaman-da. Mana tepki izlari bor. Mana. Ko'ryapsizlar, tepib tashadi. Hujjat bermadimmi aka? Bermadingiz. Qo'lingizdagi nima? O'zim borib Xo'p aka, hammasi video syomkada turibdi aka. Mana pravani berdim mana qo'lingizga. Siz urdingiz. Siz urdingiz. Videoda bor aka hammasi.